Assalamu alaykum, sevimli azizlar, mulanmış vaxtınlar xeyirlik bolsun. Avval bizniki kitap tavsiye sahifələrimizə yaxından diqqət qılıb, kevatqan YouTube kanalıga əgişib hamılarga köpdən-köp rəhmət etmən. Bugün sizlərə yana bək yaxşı mənə təsir qılğan obdan kitablardan birini elib gəldim. Kitap Adətnin Sihri Gücü. Adətnin Sihri Gücü degan bu kitap Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı, Şinjan Xalq Sayyan Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan 2015 yılda. Bu kitapni tavsiye qilishdagi sabab shu. Nurg'unlarimiz emniyatda shuna bir narsani bilamiz. Bizning hayotimizdagi boshqalar bilan bo'lgan farqimizning ko'pinchisi odatlarimizdan kelib chiqqanligini bilamiz. Ya'ni 99% mag'lubiyat kishilarningki sabab izlashadi. Ya'ni bahona izlashdan keladi debdi kitobniki beshi bilan. Kitobning kirishida mana bir yaba shu mana alayda ixtim tartib sizlarga o'qib beray. Her bir muvaffaqiyat qazanuvchining boshqalarga o'xshamaydigan kurash tarixi bo'ladi. Agar muvaffaqiyat qazanuvchilarning muvaffaqiyat qozonishdagi sirini inchki ko'zlab tahlil qiladigan bo'lsak, ularning shug'ullanayotgan kasbida bo'shashmaydigan, ching turadigan bir xil jasoratni bayqaymiz. Dunyo bo'yicha oldin qatordagi bir mol sotquchi o'zining kasbiy hayotini oxirlashtirmoqchi bo'lganda, yer shari bo'yicha sug'urta sohasidagi 5000 nafar mol sotquchi uning kasb bilan xo'shlashish yig'inida qatnashqili keldi. Nurg'ullar uningdan mol setish mahbiyatini so'raganda, u kulib qo'yib faqat javob bermabdi. Bu chaqda maydonning yana bir chetida qovul 4 erkak yo'g'on bir temir jihozini ko'tarib sahnaga chiqibdi. Ondan temir jihoziga yo'g'on temir chaqdan birini esibdi. Kishilar sal zilg'ul bo'lib buning zoti nima ish ekanligini tushunamabdi. Bu chaqda yiliq mol sotquchi ustoz o'tirg'i chiqib, bolqi bilan yo'g'on temir chaqni netchin urib ekan, chaqda yenik ovoz chiqibdi-yu, midirlabmi qo'ymabdi. Ondan mal sotquchi har 5 sekund bir qatimdan to'xtamay uribdi. Biroq temirchiq yana midirlabmi qo'ymabdi. Bu chaqda to'p ichida g'ulg'ul ko'tarilib kishilar bir-birlab maydondan ayrilibdi. Shunaq bo'lsa mal sotquchi undan chiqamay temirchiqni bolqi bilan urishni davomlashtiraveribdi. Bara-bara maydonda bir qanchalar odam qoldi. Oxir yo'g'on temirchiq asta-asta harakatlanishga boshlabdi. Demak, bolqi bilan 40 minut to'xtamay urish natijasida temirchiq oxir harakatga kelibdi. Yana kelib tez harakatga kelibdi. Uni kishilar har qancha qilib to'xtata olmabdi. Bu chaqda mal sotquchi qilib qolgan bir qancha odamga mening umrlik muvaffaqiyat qozonish tajribam oddiy ishlarni to'xtamay takror qilish, uni izchil davomlashtirish, chunki muvaffaqiyat oddiy ishni to'xtamay qilishdan vujudga keldi. Mana shundaq ruh, shundaq iroda bilan har kuni oz-ozdan ilgirlasangiz, muvaffaqiyat yetib kelganda uni to'siyman deb to'sib qololmaysiz debdi. Demak, muvaffaqiyat qozonishning siri oddiy harakatlarni to'xtamay takror qilish, oddiy gaplarni qayta-qayta deyish, qalbimizda muvaffaqiyat qozonish orzusi bo'lish, har kuni muvaffaqiyatga qarab qadam-qadam ilgirlash. Amerikada chiqadigan bir jurnalda qanday odatingizni o'zgartmoqchi deb bir mana aylar ayini sinash qildi ekan. Shu chaqda kishilarningki asosiy yozganlari birinchisi yonfonga o'rganib qilish odatimni o'zgartsam deydi ekan. Buni mencha hammamiz deymiz. İkincisi, başqalarının gap sözlerini o'g'irliqcha anglash. Üçüncüsü, bir ishlarga tiz qizib, tiz sovish. To'rtinchi, tirnoqni tishlash. Beshinchi, nas kerak septirish. Oltinchi, nas keraklarni qalayimqon qo'yish. Yettinchi, o'zini ziyod ayblash. Sakkizinchi, televizorga masdan bo'lish. To'qqizinchi, mashinani haddidan ziyod ittikaylash. Mushular kishilar eng ko'p tanlagan nachar odatlar ekan. Menimcha shu aramizda ko'pinchalikda bu narsalar bor. Agar mushu narsalar o'zgargan vaqtida hayotimizda ajoyib bir çoğun o'zgarishning bo'lganini bayqaymiz. Bu kitapta toplam kitap 2 bo'lakka bo'lindi. Birinchi bo'lakda odatning kuch-qudratini deb tushuntirib o'tib ketgan va buningda 3 asosiy tema ostida bo'ladi. Ya'ni odat ustida tahlil, nachar odatni qanday o'zgartirishimiz kerak, so'ralmalikning darhol harakatga kelish degandek bu 3 mavzu ostida tahlillar bo'lgan. Ikkinchi qismida bu kitapning ikkinchi bo'ligida kishilik turmush va kasbga ilhom beradigan 14 xil odatni o'tirib qo'ydik. Birinchi xil odat e'tiqodni qo'g'lishing deydi. Ya'ni bizningki bu yerda da'vatgan narsa shu. Inson o'zining hayotida ishongan va qadr-qimmat bergan eng yuksak darajadagi ehtiyoji uchun. Mayli bu diniy e'tiqodi bo'lsin, yoki kasbiy e'tiqodi bo'lsin, yoki vatan millatga xizmat qilish e'tiqodi bo'lsin, mayadagi da'vatgan keng ma'nodagi bir e'tiqodni demoqchi. Mushuningdan qat'iy voz kechmang deydi. Davomli mush narsangiz bo'lsin deb. Hamda hammamiz avval meningki
To'g'ri, hammamiz musulmon, diniy e'tiqod nuqtasidan bundaq. Ammo umumiy hayotimizningki oxirida biz qo'llashadigan nuqtasi nima deganni o'ylanish menga mushu bobni o'qish jarayoni kallamizdan bir kechidi deb o'ylayman. Ikkinchi odat ideya va so'z harakatga diqqat qiling. Üçüncüsü kesip karar kılam. Bu karar kılış nayet muhim. Nurgullarımız işte onu kılaymiki deymiz, bunu kılaymiki deymiz. Ama keskin bir karar kılamayız. Şunun bilan asta-asta ilaqib qarşı bekçik arzusu var. Emniyet koldan iş çıkmaydigan. Şunda jiq tağdan tushgan maymundek bir xil kishilarninki oldida beradigan ta'sirmi uncha bilan yaxshi bo'lmaydi uchun. Karar qilish bek ta'sir nurg'unlarimiz nisbatan. Men yaqinda bir narsa o'qidim, shuni deb beray. Deydi, kishilarning bisimi qanday shakllanadi deydi. Kishilarning bisimi. İnsanlar davomli qilma deb bir şekilde qilib bo'lmayotgan ishlari uning bisim qildi deydi. Masalan, men yotganning kirligini almashtirib etsam bo'ldi, shug'ishtirib etsam bo'ldi dedim. Ammo 15 gün müşün oylab ahiri bir kirlikni almashtirishga yarım saatli vaqt ketadi. Ammo mushu yarım saatlik bir vaqtga biz darrov shu vaqtda harakat ko'tab qaror berib keskin qilolmay, shu xiyol qilib andoq qilsam bo'ladi deb o'tib ketganimiz uchun bizningki psixikalik besimimiz chiqlab ketadi deydi. Keskin qaror berish uchun qanday qilish kerak? Qaror berdim deb qo'yib eg'izdi bermaymiz qaror deganni. Qaror berish uchun avval ichimizdan bir ishonch bo'lish kerak. Mushundaq. Masalan, men cho'qim maktabda o'qiyman. Yoki masalan, oliy maktabni tayyorlik qilyapman deyli. Meningki tibbiyot maktabininki, masalan, tibbiy universitetining ma'lum bir kasbiga, tish doktorlik ekbiriga o'tganman. Unda o'zi qanday qilaman? Oldingi yili manchi nomer bo'libdi. Bu yil oshnangdan men eng az 50 nomerni yuqori ko'zlab o'rganaman. Keskin qaror berganda, mushunga nisbatan ishonch bo'ladi. Mening hozir 300 nomerim bor. Yana 300 nomerni qanday aytkelman? Men eng nomer ola oladigan kasb adabiyotmi? Qaysining jiqroq kuchay? Andikinlik matematikaning nomer siziqlari bor bo'lsa, bu nega bordi? Mandaq tafsili ishlarni oldi keynini bilish, planlash orqasida qilgan keskin narsa andan qaror deymiz. Bu misli kallada o'ylab qolgan xiyoldan iborat. To'rtinchisi, salomatligingizga bek diqqat qiling deydi. Bu asli birinchisi bo'lish kerak. Elaqa bir gap bor-ku. Bir muncha nollarni qattirsa qo'ydi. Masalan, 1 milliard aldiq bir qo'ydi. Deydi, shu bir sizning salomatligingizga vakillik qildi. Uning keyindagi nol sizning bilimingiz, inovatingiz, bolangiz, uyingiz, mashinangiz, xiyolingiz, orzuyingiz bu narsalar nurg'unlagan nollar. Agar siz shu oldidagi bir salomatlik vaqildigan birini elib olsangiz, o nollarning hech biri ahamiyatini yo'qdi deb. Hech birining ahamiyati yo'q debchi. Shuningga bu yerdagi salomatlik diqqat qilish intayin muhim. 5-incisi davomli xushal bo'ling. Bir narsani dey, bir gapni deb qo'yganga qig'ilmaydi. Masalan, voy xoppimig'ina deganda ba'zi xop bo'layotgan odam, u xoppimig'ina deganiga emas. Aning o'zidan kechirim so'ragandagi, o'zininki his tuyg'usidagi qadr-qimmati va o'zining to'g'riligidan iborat o psixikalik tuyg'ular bilan andan xop bo'lmaslik mumkin. Herkes xop bo'lma degan buyruq bilan xop bo'lmaydigan ish yo'q. Bu masalan, ko'nglingni yerim qilma, tirish, o'rinliq qilma, bu qadar buyruq fe'llar bilan to'shqan narsalar quloqqa hech xush yoqmaydi. Panda nasihat xarakterga kelsa, texim xush yoqmaydi. Endi yana birisi, voy xushal bo'lang, xushallikni saqlang degan saqlag'il bo'lamdi? Bo'lmaydi. Xushallik bir yerdan kelamdi. Xushallikning bir yerdan kelishini saqlab qo'yg'icha bizda nurg'un energiya xo'rab ketadi. Shunga cho'qim zo'lash kerak. Yaxshi ishlarga inson o'zini zo'lash kerak. Ba'zi ko'nglingiz bek yerim, shunchalik yerim, nima ish qilsam xush bo'laman, darrov shuni o'ylash kerak. Va qilliq kelgan ishlar ichidagi to'g'ri va hozir kuchimiz yetadigan ishni. Masalan, birisi bilan urushib qolgan vaqtda qarshi tarafni tillab ichib chiqimizni chiqarib olsa xush bo'lganini his qilishimiz mumkin. Ammo u to'g'ri bir narsami deganda to'g'ri emas. Unda biz qanday qilamiz? O'zimni tutib olay. Masalan, yaqin do'stim bo'lsa, quchoqlay. Shunami? Manchiga sanay, yoki jiqroq suv ichay va yoki osmon qarab, cho'nqur nafas olay. Shunga o'xshagan yoki biz shu vaqtning o'zida bir itot ko'ray, diqqatimni charchay, yoki bir do'stimga telefon qilay, yoki bozorga shunga o'xshagan biz o'zimizni xushal qilgan ishlarni tepib, majburlab o'zimizni xushal tutishimiz kerak. Buning yo'llarini shu bobda tafsiliy so'zlaydi. 6-e'tiqod va ishonchni ching turing, 7-alaylikni qo'g'lashing deydi.
Yani sizin başkalardan farklanıp turgan bir tarafınız var demekçi. 8-incisi cüretlik bolun. Bu bek mühim. Yapsam pişamı, kümsem pişamı. Bu nesle bizning hayatımızda bek hor tutudu. Bu mu insan ayalla, şahsen men özümni his tuyg'ularim desem, 30'dan oshgandan keyin xuddi hayot 30'ga o'g'ich mundaq döngü yamashqandek asta. 30'dan oshgandan keyin ashundaq o'zini tutib ololmay tez o'tib ketayotgandek bir tuyg'u. Bizningki kechgacha unda ishkilinib, u bu to'g'ri ish bo'lsa, jur'at qilish kerak. Allohga tavakkul qilish degan shu. Albatta, to'g'ri shaklda tavakkul qilamiz, qarg'ularchilam dötlik qilish emas. 9-incisi sexiylik. Eliqqa bir boydan so'rabdi, sen qanday o'lab bunda boy o'lab ketding desa. Allah berdi, men berdim. Allah berdi, men berdim. Allah berdi, men berdim. Allah bilan musobaqalikqa beslashga bo'lamdi. O albatta mendan chiqib berdi-da deydi. Demakchi o'g'ni, bu yerdagi sexiylik insonning yuzini yo'ruq qiladi. Atrofdagi insonlarni sizga yaqin qiladi. Sizning qilayotgan bu yaxshiliklaringiz sizga ma'naviy jihatdan to'qliq ato qiladi. Amaliyotda inson birisiga berishi bilan pullarni hargiz kambag'al bo'lib qolmaydi. Yordamlari bilan kambag'al bo'lib qolmaydi. Albatta qalayim qon buzib chechyapmizlar. 10-incisi bir xil ritmda turmush kechiring. Hozir bir eqim bor. Her gün o'xshash bo'pmum shu ayollarga psixik maslahat beradigan yoki nima qiladiganlar Güldürninki bir it otutum çıkıdı bu gap. Her gün o'xshash hayat, rutin deydi, ritmlik bir hayat seni yok qilib tashlaydi. Seni kömep tashlaydi. Seni yevitidi. Bununla hergiz yol qo'yma. Sen bunun ichidan chiqishing kerak deydi. Buni to'g'ri tushunganlar to'g'ri tushundi, lekin xato tushunganlar tartibsiz bir hayot deb tushunib qolishi mumkin. Bu yerda da'vatgan narsa bizning kunimizning tartibli bo'lishi, planliq bo'lishi. Bizni ishlarimizni ilgari bosqizdi. Shu ilgari bosgan odamda psixikalik besim, xafalik bu narsalar ozroq bo'ldi. Berkat bo'ldi hayotda, vaqtda. Shunga bu bek muhim. Plan tuzish, ritmlik turmush kechirish. 11-incisi kayfiyatingizni tizginligini o'zingiz qo'lingizda tuting deydi. Va tarjimada esa pishki piston chaqqan yali ekan, men tuzib bilan o'tib ketdim. Ham bu yerda xapulash amaliyotda boshqalarninki nimasi boshqalarning xatolik sababli o'zini jazolash deydigan bir gap bor-ku. Nayt muvaffaqiyat qozongan kishilarning, mayli siyosiy yo'llar, mayli dangliq kishilar bo'lsin, haqiqatan o'zininki kayfiyatini nayt yaxshi tizginlay oladiganligini ko'ramiz. Bir narsa bo'sh Amerikaga zo'nton vaqtda bir ish bo'lgan. So'zlayotdi-da, mikrofonni tutib bir muncha odamlar, muxbirlar u bu ba, xuddi axborot e'lon qilishigandek bir yerda so'zlayotdi. Pastdan bu bo'shqa qarshi turgan birisi oyog'ini otdi. Oyog'ini esa yuziga qartib atgan. Inkosi bek tizgin, shappuda qilib bilan tutib oldi-chu oyog'ini. Oyog'ini tutibdi, qarab, chiroyliqkan yana bir penim itib beradi dedi-chu. Am o'ylab yaqin, u oyog'ini itish degan sen u yerdan yo'qol degandek bir gap. Uning qilmoqdan. Oyadiki, shuning bilan hammamiz paraqat kulib ketdi. U yerdagi davom qilib o'tib ketaverdi. Yana birisi keldimi, hozir unda 10 yillarga yaqin bo'lib qoldi u ishlarga. Demakchi o'g'lim, biz deb qo'yamiz, yuzi qilin deb, yuzi qilinlik emas-da, o'zining kayfiyatini tizginlay oladigan, mushtaq umidsizlik oldida o'zining pitini buzmay tura oladiganini o'rganish kerak. Cho'ng ish qilaman degan adam texnik shundoq. Ikkinchisi to'liq ishonchga keling. Bu ishonch va ishonaman degan bilan bo'lmaydi. Bizni ishondiradigan nurg'un omillar birga kelish kerak. Bu bizdan bilish, izdinish va tafakkur qilishni talab qiladi. Bir narsani ishon deganga ishonmaymiz. O'zimizning ko'nglimizga gumonliq nuqtalarni, savollarni o'tirib qo'yib, hammasini taq yezib, shularning javobini tepib, yo oq, yo qoq. Ödek g'ez-g'oz qilib arvasak bo'ladi. 13-si boshqalarning nur chechish nuqtasini izlang. Mao yomon tub tuzlamabdi, bizdek tarjima bo'lib qopti. Ya'ni boshqalarning ortiqchiligini ko'ring. Ortiqchiligini ko'ring demakchi. Amaliyotda bu insonlar bilan kishilar o'rtasidagi aloqani bek yaxshilaydigan bir narsa. Masalan, bir sizga qarab, "Voy, ajab, shunda bek kitob o'qiyotgansiz, gaplaringizni ish qilib kitob anglatgandek bo'ldi-ku" desa, bu mu bir sizga nisbatan muayyanlashtirish? Misol,
Әндікен аялларға nisbeten burun men aştaq oylaydım. Yılıq birisinin kiyimini, "Uyma kiyiminiz mındaq çıraylık gelmiyor, mındaq dese xuddi xalqning kiyimi qarab baha berip atqandek, ya bo'lmasa xalqning kiyimiga diqqat qiladigan bir xil mındaq bir nachar bir adamlardek ta'sir berib qo'yamdiganda deb o'ylaydim. Lekin keyinchi shaxsan men o'zim o'ylasam, bir svoy kiyimingiz ajab yarashibdi, sizga qizlaring ajab yarashadi ekan. Voy, men qora kiyim bilan shunda salobatli bo'lib ketibsiz. Voy, bu mervaytaligingiz nimda yarashdi, men ko'mibdim. Bek chiroyli ekan-ku. Shunda yarashibdi. Masalan, bu narsa ayollarni xush qildi. Herkes bundoq qarab ishib turiblar, men hasad emas. Belki karşı tarafın güzelliğinden huzurlanış, o güzelliğini karşı tarafga deyiş, ayollarni xush qiladigan narsa. Bu kishilar bilan kishilar o'rtasidagi munosabatni yaqinlashtirdi. G'aybatga aylantirib o'tmaslik kerak albatta. 14-si o'z-o'zingizni tizginlang deydi. Bu bek muhim narsa. Tizginlash yaxshi va yomon narsalarning hammasi tizginlash bu. Masalan, yaxshi narsalar deganda tomoq shunda obdan tatliq narsalar bilan, lekin bizga ziyon qiladi, yoki bo'lsa u yerda o'zimizni tizginlash. Masalan, qiziq kavob yeb og'zini gupilditib muzdek shu dog' ichkimiz kelib ketishi mumkin. Bu yerda yo'q, ma salomatligimga ziyonli. Agar bek nim qilib kelsam, avval azroq dog' ichib, og'zidan kavob yeyib, mani nim qila olash, misol o'zimizning salomatligini o'ylay olash. Ya'ni nafsimizni kontrol qilish degan gap. Bu nefsimiz yaxshi tarafdan yoki yomon tarafdan bo'lsin, tushunami? Demakchi o'g'limizda yaxshi bir odat shakllantirish bizni muvaffaqiyatga yetaklaydi. Bu yerdagi muvaffaqiyat oiladagi, farzand tarbiyasidagi, er-ayollik munosabatdagi, millat oldidagi o'zimizning burchini ado qilish orzu-armonlarimiz bo'lsin, bir kishilik inson bo'lish sifatimiz bilan bizning o'z-o'zimizdan qanoatlanadigan bu xil tuyg'u, o'zimizning qadr-qimmatini oshira oladigan, o'zimizni halqagan holatdagi bir xizmatni qila olishning o'zi muvaffaqiyat. Shuningga, bu kitobni men kuchab tavsiya qilaman, Odatning sehriy kuchi. Bunday kitoblarni biz 15-16 yosh vaqtida ajoyib o'qiyotgan. Shunchalik shu deganlarga kitoblarga amal qilib, endi hozir ma yoshda yana o'qisak, ta'sir qiladi. Masalan, ay men bo'lmabdi, yoki ma buldiki ajab payzga majumini avlaychi deb tanqidiy nazarda o'qiy oladigan bo'ldik, ama yoshlarimiz bo'lsin, bizniki bo'pmi jiqroq bolasi bor bo'lgan oila ayollarimiz, onalarimiz bo'lsin. Andikin ishi bek jiq, oilasiga, bolalarga yetarli vaqt ajratolmayotgan erlarimiz, yigitlarimiz arzu armonlari kuchli bo'lgan. Cho'qim bir qaytam o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Bu bizning hayotimizni bir tartibga soladi. Xuddi uyga kelib bir cho'ng toza qilib, narsani joy-joy qo'yib qo'ygandek, bizningki turmush tartiblarimiz bu narsalarni yangilishi mumkin. Bugun kitob tavsiyasi mushayichi bo'lsin. Kelar sanada ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.